Assalomu alaykum. Qo'qon Optim kuzatuvchilari, Qo'qon bozoridamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Haftani yakshanba, payshanba kunlari bozoridamiz. Xudo xolasa mana yetib keldik bozorimizga. İnşallah hammani savdosini bersin, barakasini bersin savdolariga. İnşallah. TikTok profilimda Telegram kanalim bor. Bemalol qo'shilib olsalaring bo'ladi. Lokatsiyalari bor bu bozorda. Hamma so'ragan mana o'sha mashhur Qo'qon Optim bozori. Bozor avjida. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan ham keladi bozorimizga. Faqat bu yerda Optim. Donaga ham so'rayapti, donaga ham topsalaring bo'ladi. Juda kamdan kam beradi, lekin uzoqdan keldik desalaring beradi u donaga ham. Bu yerda hamma narsa bor. Mana bozorni qaranglar kattaligini. Bu yerda ham katta bozor. İchkarilar ham bozor katta, Steyankagacha bozor. İnşallah hammani savdosini bersin. Hammasi tirikchilik qilaman deb chiqqan, hammasi bo'ladi. İnşallah hammani savdosini bersin. Oluvchilarga ham, sotuvchilarga ham. Hammani tirikchilik o'tyapti shu bozorda. Butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston savdo qilaman deganlar, yangi biznes boshlamoqchilar mana. Biznesda ideali. Kelib ko'rib ketsalaring ham bo'ladi. Juda ham zo'r variantda hozir bu bozor. Detskiy ishlayman degan detskiy, jinskoy ishlayman degan jinskoy, muskoy ishlayman degan muskoy. Juda ham go'zal tovarlar. Odamni qaranglar bu bozorda. Hammani savdosini bersin inshaalloh. Oluvchilar ham eson-omon kelib, bozorga kelib ko'rib yaxshi yetib olsin. Tovarlar mana ketyapti, namanganliklar savdosi bitib ketyapti. Odamni qaranglar, shuncha tomon bozor mana. Yo'l ustida bo'ladi, yoyma mana ko'cha bu. Ko'chada savdo qilamiz. Hammaga baraka bersin mana. Ko'chalarda bo'ladi savdo. Bu yo'q ham bozor. Bozorlar. Kelaverasizlar haftani yakshanba, payshanba kuni kunduzi 8 dan 8 gacha. Ko'pchiliklar so'rayapti bizdan qachon bo'ladi, nima qiladi deb. Kelaverasizlar bozorga.